Assalomu alaykum aziz do'stlar, hammalaringizga avvalambor xush kelibsizlar deyman mening kanalimga. Mana bugun Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidamiz. Mana Afg'onistonning mol bozori. Mana hamma kim mol olib kelibdi bozorga sotish uchun. Afg'onistonda molning narxi juda ham qimmat shu vaqtda. Mana ko'rayotganingizdek bu tomonlarda ham o'tirishibdi. Do'stlar, O'zbekistonda, Qirg'izistonda molning narxlari qanday? Kommentariyada yozinglar. Mana ko'rayotganingizdek hamma kim mol olib kelib sotish uchun qarab o'tiribdi. Boshqa bozorlardan buni olish uchun katta savdogarlar keladi, ular kelib mollarni olib ketadi. Mana ko'rayotganingizdek bu yoqda akaxonlar savdo qilishyapti. Mana O'ziring do'stlar. Mana qo'y savdo qilishyaptilar. Mana bu tomonlarda ham egalari qarab o'tirishibdi. Mana tomonda. Xo'p do'stlar, bugungi videom shundan iborat edi. Sizlarga Afg'onistonning mol bozori o'shani ko'rsatmoqchi edim. O'shaning uchun bitta video tayinladim. Do'stlar, videom yoqqan bo'lsa, videomga bitta like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'linglar do'stlar. Xayr, ko'rishguncha.